Bir paytda men ham xolamiznikiga borganman-da. Nodira xolamiz borlar deb, Mirdoriz shunaqa sakrab o'ynayverganda, birpas o'tirgan, sizlar bu sog'lom bola. Bu o'tirmaydi dedilar. Bu это здоровый, полноценный ребенок, оставь его в покое dedilar-da. O'sha narsa o'zimga ta'sir qilganda, действительно mana sog'lom bola, bu yurish kerak, to'polon qilish kerak, suv o'ynash kerak, yoyish kerak, dovonlarga chizish kerak. Tushunasizmi? Chunki razviyatsiya qilyapti-da. Uning uchun bolani cho'loq bo'lib qoladigan darajada urish kerak emas ojonisi. Hozir данный момент plaskostolkasi bor ekan, X'i bor ekan. Unga anatomik obuv kiyg'izasiz, chunki bu 3 yoshdan oshdimi, oshmadi hali. 3 yosh yozda, iyunda. Anatomik kiyg'izib turasiz. X'iga masalan, mana sog'lom bola, u yoqdan bu yoqqa yuguryapti. Agar hozir bitta ham nogiron bola kelganda, mana mana shu yerda qimillamay yotgan bo'lardi. O'shalarni onasi orzu qiladi. Meni bolam mana shunaqa yugurib to'polon qilsa edi.